Diqqat, tezkor xabar. Putin yangilangan migratsiya siyosatini qabul qilishni tezlashtirishga chaqirdi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Putin yangilangan migratsiya siyosatini qabul qilishni tezlashtirishga chaqirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ichki ishlar vazirligi yig'ilishidagi bayonotida 2025-yilning o'zida yangilangan davlat migratsiya siyosati konsepsiyasini qabul qilish zarurligini ta'kidlab, bu masalada kechiktirishga yo'l qo'yib bo'lmasligini bildirdi. Shuningdek, Putin Ichki ishlar vazirligini noqonuniy migratsiya kanallarini bartaraf etish bo'yicha qat'iy choralar ko'rishi kerakligini aytib o'tdi. Rossiyada migrantlarning bolalariga registratsiya qilish qoidalari. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiyada bolalari bilan yashayotgan migrantlar nafaqat o'zlari uchun, balki bolalar uchun ham migratsiya qaydini rasmiylashtirishlari kerak. Ushbu maqolada bolalarga registratsiya rasmiylashtirish to'g'risidagi asosiy ma'lumotlarni tushuntirib o'tamiz. Migratsiya qaydi registratsiyaga qo'yish muddati. Xalqaro kelishuvlarga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari, shu jumladan bolalar Rossiyaga kirgan kundan boshlab 15 ish kuni ichida migratsion qaydga turishlari shart. Agar mamlakatda 15 kundan kam yurilsa, migratsion qaydga olish talab qilinmaydi. Registratsiya qilish tartibi. Uy-joy egasi bolaning kelganligi to'g'risidagi registratsiyani turar joy manzili bo'yicha Rossiya Ichki ishlar vazirligining hududiy organiga topshirish kerak. Buni shaxsan borib, mo'y dokument orqali, gosusluga orqali amalga oshirish mumkin. Zarur hujjatlar. Bolalar uchun xuddi kattalardagidek registratsiya blanki to'ldiriladi va unga qo'shib hujjatning nusxasi topshiriladi. Rossiyaga yangi kelgan bolalarga registratsiya qilinayotgan bo'lsa, bolaning pasporti, migratsion kartasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi, ota-onaning pasporti, ota-onaning migratsion kartasi talab qilinadi. Agar registratsiya uzaytirilayotgan bo'lsa, yuqoridagi sanab o'tilgan hujjatlarga qo'shib ota-onaning patenti, mehnat shartnomasi, ularning mehnat faoliyatini amalga oshirish to'g'risidagi topshirilgan уведомление, patent uchun to'langan cheklar va ota-onaning registratsiyasi kerak bo'ladi. Muhojirlarning bolalariga registratsiya qilib bermaslik uy-joy egasi uchun ham, bolaning qonuniy vakili uchun ham ma'muriy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun bolalarga albatta registratsiya qilish lozim.